joylarimiz. Shundoqqina o'ng qo'limizda bitta xonamiz bor. Umumiy hisobda 2 xona, oshxona, balkon qismiga olib chiqilgan. Chap qo'lda xonalarimiz koridorli bo'lingan. Chap qo'lda birinchi xona hojatxonamiz. Hojatxonamiz hamon alohida. Xo'p, to'g'riga kirsak, asosiy zalga kiramiz. Mebellarimiz. Xo'p, bu yoqda ham ozgina joyimiz bor. Uyimizning balkon qismiga chiqamiz. Balkonimiz 6 metrlik, ya'ni anchagina enlik. Oshxonamiz balkonga olib chiqilgan. Hop, oshxonamizda ham keyinchalik bolalar xonasi yoki bitta xona hisobida jihozlab olsa bo'ladi. Oshxonamizning jihozlarini esa balkon qismiga joylashtirib, chiroyli qilib yana bitta xona hisobida qo'shib olsa bo'ladi.